Muqaddima Ibn Xaldun. Ikkinchi qism. Amir Temur nazariga tushgan olim. Ibn Xaldun va Amir Temurning tarixiy uchrashuvi. Ibn Xaldunning Ibratlar kitobi arablar, arab bo'lmaganlar va barbarlar bilan bog'liq ilk va so'nggi siyosiy voqealar tarixi qaydnomasi. Ular bilan zamondosh bo'lgan buyuk hukmdorlar haqida nomli asarining o'zi haqidagi qismida Amir Temur bilan bo'lgan tarixiy uchrashuvi haqidagi hikoyasi keltirilgan. Bu tarixiy uchrashuvga oid ma'lumotlar bizga o'z davridagi eng yirik siyosiy hukmdor va eng mashhur mutafakkirning shaxsiyatlarini yaqindan tanish imkoniyatini beradi. Ibn Xaldunga yuksak ehtirom va iltifot ko'rsatilgan ushbu uchrashuv Amir Temurning 1401-yilda Damashqni zabt etishi arafasida sodir bo'lgan. Unda ikki buyuk shaxs, Shimoliy Afrikadagi mamlakatlar, Tabariy tarixining ishonchliligi va Ibn Xaldunning birdamlik, asabiyat nazariyasi haqida qizg'in suhbatlashganlar. Ibn Xaldunning hikoyalari Amir Temurning boshqaruv san'ati va uning huzuridagi diplomatik protokol tartiblarining qanday bo'lgani haqida ham ajoyib ma'lumotlarni beradi. Shuningdek, Ibn Xaldunning Mag'rib podshohiga yo'llagan maktubi ham alohida ahamiyatga ega. Unda Sharqdagi Mo'g'ullar yurishlari va Amir Temurning qudrati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Matndan ma'lum bo'ladiki, Ibn Xaldun Temurning qattiqqo'lligiga e'tiroz bildirgan bo'lsa-da, uning ilmu ma'rifatga e'tiborli, aqlli hukmdor ekanini yuksak e'tirof etgan. Uning keng hududlarga hukmronlik qilishi esa Temurning yuksak harbiy iqtidorga egaligiga dalil sifatida ko'rsatilgan. Ushbu matn tarixchi Muhammad Ballan tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida o'zbek tiliga tarjima qilindi. Amir Temur Anadolini zabt etib, Sivasni vayron qilgani va yana Shomga qaytgani haqida xabar Misrga yetib kelganda, Mamluk sultoni Nosiruddin Farash o'z qo'shinlarini yig'ib, harbiy g'aznasi eshiklarini ochdi va qo'shinlarini Shomga yurishga buyurdi. O'sha vaqtda men birorta lavozimda emas edim, ammo sultonning da'vodori Yashbak Shaboniy meni o'z huzuriga chaqirtirib, sultonning qo'shini tarkibida unga hamroh bo'lishimni xohladi. Uning taklifini rad etishga uringanimda, u mendan buni qat'iyat bilan talab qilgan bo'lsa-da, uni muloyimlik va ulkan saxovat bilan tushuntirdi. Shuning uchun men bunga rozi bo'ldim. Men ular bilan hijriy 803-yilda payg'ambar tug'ilgan oyning o'rtasida, ya'ni milodiy 1400-yil 3-noyabrda safarga chiqdim. G'azzaga yetib kelib, bu yerda bir necha kun dam oldik va xabarlarni kuzatib turdik. So'ngra ulardan oldin joylashish uchun Shahobga kelib o'rnashdik. Tungi paytda yo'lga chiqib, tongda Damashqqa yetib bordik. Shu vaqtda Amir Temur va uning qo'shini Baalbakdan chiqib, Damashq sari yo'l olgan edi. Sulton o'z yurtini va boshqa chodirlarni Qubbat Yalbug'a dashtiga qurdirdi. Amir Temur shaharni hujum orqali qo'lga kirita olmasligiga ishonch hosil qilgach, Qubbat Yalbug'aga yondosh balandliklarda 1 oydan ortiq vaqt davomida qoldi. U bizlarni kuzatar, biz esa uni kuzatib turardik. Bu vaziyat 1 oydan ortiq davom etdi. Shu vaqt mobaynida ikki qo'shin o'zaro 3-4 marta to'qnashdi va ularning natijalari turlicha bo'ldi. Keyin sulton va uning yaqin amirlari boshqa amirlar fitna ko'targani va ularning Misrga qochib, u yerda isyon chiqarishni rejalashtirayotganini bilib qoldilar. Shu sababli sulton va uning amirlari Misrga qaytishga qaror qildilar. Ular Misrda xalq isyon qilishidan va o'z hokimiyatining yiqilishidan xavfsiradilar. Shuning uchun 803-yil Jumodul avval oyining 21-kunida yo'lga tushdilar. Solihiya tog'iga ko'tarilib, uning yo'llaridan pastga tushdilar. Sohil bo'ylab yo'l olib, G'azzaga yetib bordilar.
Biroq odamlar sulton Misrga olib boradigan asosiy yo'ldan ketdi deb o'ylashdi. Ular shu kecha Shaqhab orqali guruh bo'lib yo'lga tushdilar va oxir-oqibat Qohiraga yetib keldilar. Ertasi kuni Damashq aholisi bir necha kun ichida tez sodir bo'lgan voqealarni tushuna olmay hayron qolishdi. Shundan keyin qozilar va faqihlar meni Odiliya madrasasida ziyoratimga keldilar va bir ovozdan o'z xonadonlari va ahllari uchun Amir Temurdan omonlik so'rashga qaror qildilar. Biroq ular qal'a qo'mondoni bilan bu haqda maslahatlashganlarida u bu g'oyani qattiq tanqid qildi va uni inkor qildi. Lekin ular uning qarshiligiga qarab o'tirmadilar. Qozi Burxoniddin Ibrohim ibn Muflih Hanbali va Zoviya sufiylar yetakchisi Temurning huzuriga bordi. Temur ularga omonlik berishga rozi bo'ldi va ularni shaharning obro'li kishilari hamda boshqa qozilarini ham chaqirish uchun orqaga jo'natdi. Ular shunga muvofiq shahar devorlaridan osilib tushib, Temur huzuriga sovg'alar olib bordilar. Chunki shahar darvozalari himoya maqsadida berk bo'lgani uchun devordan arqon yordamida osilib tushish kerak bo'lgan. Temur ularni xushmuomalalik bilan qabul qilib, ularga yozma ravishda omonlik xatini berdi. Ularni esa katta umid bilan orqaga qaytardi. Ular Temur bilan ertasi kuni shahar darvozalarining ochilishi, aholining o'z kundalik ishlarini davom ettiraverishi, shaharga bir amir tayinlanib, uning hukumat binosiga joylashishi hamda o'sha yerdan ularni boshqarish haqidagi kelishuvga erishdilar. Qozi Burxoniddin menga Temurning men haqimda maxsus so'raganini va men Misr qo'shinlari bilan ketganmanmi yoki hali ham shaharda ekanligimni bilmoqchi bo'lganini ma'lum qildi. Qozi mening avvalgi joyimda, ya'ni madrasada ekanligimni Temurga aytgan edi. Biz ertasi kun Temur huzuriga borishga tayyorgarlik ko'rish bilan tunni o'tkazdik. Shunda katta masjidda odamlar o'rtasida bahs ko'tarilib, ba'zilar taslim bo'lish haqidagi gaplarga ishonmaslik kerakligini da'vo qildilar. Men bu haqda kechqurun eshitib qoldim va o'z hayotimga tahdid qilinishi mumkinligidan xavotirga tushdim. Shuning uchun tong otishi bilan shahar darvozasi oldida bo'lgan qozilar huzuriga yo'l oldim. Men ulardan shahardan chiqish yoki devordan tushishga ruxsat so'radim, chunki masjiddagi voqea menga qo'rquv uyg'otgan edi. Ular avval menga ruxsat bermadilar, ammo tongda devordan pastga tushishimga yordam berdilar. Darvoza yaqinida men Temurning Damashqni boshqarish uchun tayinlagan vakili Shoh Malik va boshqa odamlarni uchratdim. U Temurning Chig'atoy qabiladoshlaridan biri edi. Men ularga "Alloh hayotingizni uzun qilsin" dedim. Ular ham menga "Alloh hayotingizni uzun qilsin" deb javob berdilar. Men "Sizlarga fido bo'lay" dedim. Ular ham "Biz sizga fido bo'laylik" deb javob berdilar. Shundan so'ng Shoh Malik menga ulov taklif qildi va men bilan birga sultonning yordamchilaridan birini qo'shib jo'natdi. U sulton huzuriga yo'lboshchilik qilib bordi. Sultonning chodiri eshigi oldiga kelganimda, uning qabul chodiriga yaqin bo'lgan bir chodirga kirib o'tirishimga ruxsat berildi. Mening ismim e'lon qilinganda, unga mag'riblik Molikiy qozi unvoni ham qo'shib aytildi. Temur meni o'z huzuriga chaqirdi. Chodirga kirib, uning huzuriga yaqinlashganimda, uni o'z tirsagiga suyanib o'tirgan holda ko'rdim. Uning oldida turli xil taomlar taqdim etilayotgan edi. U taomlarni chodir atrofida joylashganlarga yuborishni buyurdi. Chodirga kirib, men avval "Assalomu alaykum" deb salom berdim va hurmatim ifodasi sifatida kamtarlik ila boshimni egdim. Shu payt u boshini ko'tarib menga qo'lini uzatdi. Men uning qo'lini o'pdim. U menga o'tirish uchun ishora qildi. Men turgan joyimda o'tirdim. So'ngra o'z xizmatchilaridan biri bo'lgan va Xorazmdan kelgan Hanafiy mazhabining eng bilimdon faqihlaridan biri Abduljabbor ibn Nu'monni chaqirib, uni ham o'tirishga buyurdi.
U bizga tarjimon bo'ladigan bo'ldi. Temur mendan Mag'ribning qayerdan va bu yerga nima uchun kelganimni so'radi. Men shunday javob berdim. Vatanimni Makkaga haj safari uchun tark etdim. Men dengiz orqali Misrga keldim va 784-yil Ramazon hayiti kuni Aleksandriya portiga yetib keldim. Bu vaqtda shahar devorlari ichida bayram tantanalari o'tayotgan edi. Chunki Mamluk sultoni Zohir Barquq o'z taxtida 10 kun mobaynida xalqni qabul qilayotgan edi. Temur mendan Zohir Barquq sizga nima qildi deb so'radi. Men shunday javob berdim. Hamma yaxshi munosabatni qildi. U mening mavqeimni tan olishda saxovatli edi. Meni mehmondo'stlik bilan kutib oldi va haj uchun menga oziq-ovqat va mablag' yetkazib berdi. Keyin qaytib kelganimda u menga katta maosh ajratdi va men uning himoyasi va marhamatidan bahramand bo'ldim deb javob berdim. U mendan u qanday qilib sizga qozilik lavozimini berdi deb so'radi. Men shunday javob berdim. Moliki qozi uning vafotidan 1 oy oldin vafot etgan edi. U menda adolat va haqiqatni izlash, tashqi ta'sirdan chetda bo'lish kabi lavozim uchun mos sifatlar bor deb hisoblab meni uning o'rniga tayinladi. Ammo Zohir Barquq 1 oydan so'ng vafot etganda hukumatni boshqarayotganlar mening mavqeimdan mamnun emas edilar va meni boshqa qozi bilan almashtirdilar. So'ng u mendan sizning tug'ilgan joyingiz qayer deb so'radi. Men ichki Mag'ribda, u yerda men eng ulug' podshohning kotibi bo'lganman deb javob qildim. Mag'ribning ta'rifida aytilgan ichki so'zi nimani anglatadi deb so'radi. Men Mag'ribiy tilidagi ichki so'zi odatda ichki hudud yoki boshqacha aytganda eng uzoq hududni anglatadi. Chunki Mag'ribning barcha qismi O'rta dengizning janubiy sohili bo'ylab joylashgan. Unga eng yaqin bo'lgan hududlar Barqa va Ifriqiyadir. Mag'ribning o'rta qismi Tlemsen va Zanata mamlakati bilan chegaralanadi. Mag'ribning eng uzoq qismi esa Fas va Marokashdir. Shu sababli ichki Mag'rib degani shu deb javob qildim. U yana Tanjir ichki Mag'ribga nisbatan qayerda joylashgan deb so'radi. Men u Atlantika okeani, O'rta dengiz va Zuqoq, Gibraltar nomi bilan tanilgan bo'g'oz o'rtasida, ya'ni O'rta dengiz bo'g'ozida joylashgan deb javob berdim. So'ng u mendan Septa haqida nima deysiz deb so'radi. Men shunday javob berdim. U bo'g'oz Gibraltar sohilida joylashgan va Tanjirdan 1 kunlik masofada. U yerdan Iberiyaga, ya'ni Andalusga o'tish mumkin, chunki u yaqin masofada joylashgan, atigi 20 mil. U Fas haqidachi deb so'radi. Men shunday javob berdim. Fas sohilda emas, balki tog'lar orasida joylashgan. U Mag'ribning marin podshohlarining hokimiyat o'lkasi hisoblanadi. Keyin u Sijalmasi haqidachi deb so'radi. Men shunday javob berdim. U janubiy hududlardagi qishloqlar bilan sahrolarning chegarasida joylashgan. So'ng u shunday dedi. Bu mening qiziqishimni qondirmadi. Men sizdan Mag'rib mintaqasining butun tavsifini yozib berishingizni xohlayman. Uning uzoq va yaqin qismlari, tog'lar va daryolari, qishloqlari va shaharlari shunday batafsil tasvirlansinki, uni o'z ko'zlarim bilan ko'rayotganday bo'lay. Men shunday dedim. Bu sizning rahnamoligingizda amalga oshadi. Keyinchalik uning huzuridan ketganimdan so'ng u mendan so'ragan ma'lumotlarni yozdim va taxminan 12 varaqchaga teng bo'lgan qisqacha ma'lumot tuzdim. Shundan so'ng u o'z xizmatkorlariga ular rishta deb ataydigan taom turini olib kelishga ishora qildi. Ularni bu taomni tayyorlashda usta ekanliklari ma'lum edi. Bir nechta shunday taom olib kelindi va u ularni mening oldimga qo'yishga ishora qildi. Men o'rnimdan turib ularni oldim, tatib ko'rdim va ma'qul topdim. Bu uning menga yanada katta ehtirom ko'rsatishiga sabab bo'ldi.
Shundan so'ng men joyimga qayta o'tirdim va ikkimiz biroz sukut saqladik. Men esa Shofiy mazhabining bosh qozisi Sadriddin Munaviy boshiga kelgan musibat sababli qattiq qo'rquvga tushgan edim. U Shaqhabda Misr qo'shinini ta'qib qilganlar tomonidan tutib olingan va asir sifatida olib kelishib, uni hibsga otishgan. Garov evaziga ozod bo'lishi mumkinligini aytishgan edi. Bu qo'rquv sababli men Temur bilan gaplashish uchun uni va uning hokimiyatini ulug'laydigan, uni xushnud qiladigan so'zlar haqida o'ylay boshladim. Bundan avval Mag'ribda bo'lganimda uning siyosat sahnasiga chiqishi haqida ko'p bashoratlarni eshitgan edim. Yulduzlar ilmida ikki buyuk sayyora, Mushtari va Zuhal uyg'unligi bo'yicha mutaxassis bo'lgan munajjimlar Hijriy 766-yil sodir bo'lishi kutilgan 10-Qiron yulduzlar uyg'unligini kutishgan. 761-yilda Fasdagi Qoraviyin masjidida Konstantinopol shahri imom xatibi Abu Ali ibn Bodis bilan uchrashdim. U yulduzlar ilmlarida mutaxassis edi. Men undan kutilgan Qiron va uning ma'nosi haqida so'radim. U menga bu uyg'unlik Shimoli Sharqda ko'chmanchi xalqlar orasida bir buyuk shaxsning paydo bo'lishini anglatishini aytdi. U o'lkalarni zabt etadi, hokimiyatlarni ag'daradi va odamlar yashaydigan dunyoning katta qismiga hukmron bo'ladi. Men undan u qachon paydo bo'ladi deb so'radim. U 784, ya'ni milodiy 1382-83-yilda paydo bo'lishi va uning nomi butun dunyoga tarqalishini aytdi. Ibn Zarzar, ya'ni Ibn Alfonso, Alfonso 11-ning Franklar podshohi, Kastiliya qiroli Pedro I ning yahudiy tabibi va munajjimi ham menga shunga o'xshash ma'lumotni aytgan edi. Mening ustozim Muhammad ibn Ibrohim Obili metafizika sohasida eng bilimdon insonlardan biri. Men u bilan bu haqda suhbatlashganimda doimo bu hodisa yaqinlashmoqda. Agar sen tirik bo'lsang, uni albatta ko'rasan der edi. Bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Mag'ribdagi sufiylar ham bu voqeani kutganlar, biroq ular bu hodisa bilan bog'liq holda paydo bo'ladigan shaxsni shiyalar va boshqalarning rivoyatlarida tilga olingan Fotimiylardan bo'ladi deb hisoblashgan. Mag'ribdagi eng buyuk avliyolardan biri bo'lgan Shayx Abu Yaqub Bodisiyning nevarasi Yahyo ibn Abdulloh menga shayxning bir kuni sahar namozidan chiqib kelayotganida bugun Fotimiy qoyim bo'ldi deb aytganini xabar berdi. Bu Hijriy 8-asrning 4-10-yilligi 1330-1339-yillarda sodir bo'lgan. Bu gaplarning barchasi sababli men ham bu hodisani kuzatib kelayotgan edim. Shuning uchun o'z qo'rquvim tufayli Temurga shu haqida biror narsa aytib, uning diqqatini o'zimga tortish va menga yaxshilik bilan munosabatda bo'lishiga erishish xayolimga keldi. Shundan so'ng men dedim: Alloh sizga quvvat bersin. Men sizni uchratishni 30 yoki 40 yildan beri orzu qilib kelyapman. Tarjimon Abduljabbor hayron bo'lib, bu nima deganingiz deb so'radi. Men shunday javob berdim: Bunga ikki sabab bor. Birinchisi, siz butun olamning eng oliy hukmdori va dunyo hokimi hisoblanasiz va men insonlar orasida odamdan to bu davrgacha siz kabi hukmdor bo'lganini bilmayman. Darhaqiqat men faqat taxminlarga asoslanib gapiradigan odam emasman, balki men olimman va bu fikrimni tushuntirib beraman. Hokimiyat faqat birdamlik, asabiyat tufayli mavjud bo'ladi va jamoa qancha katta bo'lsa, hukmronlik ham shuncha keng yoyiladi. Ilgaridan va hozirgacha bo'lgan olimlar odamlar orasida eng ko'p sonli jamoalar arablar va turklar ekanligini tan olishgan. Albatta siz arablarning hukmronligi qanday barpo bo'lganini bilasiz. Ular Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashib o'z dinida birlashgan edilar.
Turklarga kelsak, ularning Fors podshohlari bilan raqobati va ularning podshohi Afrosiyob tomonidan Xurosonni zabt etishi ularning shohligining kelib chiqishidan dalolat beradi. Yer yuzidagi hech bir podshoh, na Xusrav, na Qaysar, na Iskandar, na Buxtanassor turklarning birdamligi bilan tenglasha olmaydi. Xusravga kelsak, u forslarning yetakchisi va podshohi edi. Lekin forslar turklar bilan tenglasha olmaydi. Qaysar va Iskandar Yunonlarning podshohlari edilar. Ammo Yunonlar ham hech qaysi jihatdan turklar bilan tenglasha olmaydilar. Buxtanassor esa Bobilliklar va Nabatiylarning yetakchisi edi. Ammo bu xalqlar bilan turklar orasida ulkan farq bor. Bu dalillar mening ushbu hukmdor Temur haqida aytayotgan fikrimning aniq isbotidir. Uni uchratishni istaganimning ikkinchi sababi Mag'ribdagi munajjimlar va ulamolardan eshitgan narsalarim bilan bog'liq, dedim va bu haqda yuqorida aytgan narsalarimni takrorladim. Shundan so'ng u menga sen Buxtanassorni Xusrav, Qaysar va Iskandar bilan birga tilga olding, garchi u ular bilan teng maqomda bo'lmagan bo'lsa-da. Ular buyuk podshohlar edilar. Buxtanassor esa faqat Fors qo'mondonlaridan biri edi. Xuddi men ham taxt hukmdorining vakillaridan biriman xolos. Podshohning o'zi esa mana u, dedi va o'zi ortida turgan odamlar qatorini ishora qildi. Bu ishora qilingan shaxs Temurning o'gay o'g'li bo'lib, biz avvalroq ta'riflaganimizdek, uning otasi Satilmish vafot etganidan so'ng uning onasi Temurga nikohlangan edi. Biroq u o'sha majlisda ko'rinmadi va safda turganlar u tashqariga chiqib ketganini aytishdi. U shunday dedi: "Demak, u Manuchexrning avlodi bo'lgan ekan." Men "Ha, shunday deb aytilgan" dedim. U "Biz ham ona tarafdan Manuchexrning avlodimiz" deb so'zini davom ettirdi. Men tarjimon bilan uning bu so'zlarining ahamiyati haqida suhbatlashgach, unga "Bu meni Temurni uchratishga undagan yana bir sababdir" dedim. Hukmdor shunday dedi: "Seningcha Buxtanassor haqidagi ikki qarashdan qaysi biri tarixiy jihatdan to'g'riroq?" Men shunday javob berdim: "U Bobil podshohlarining so'nggilaridan biri bo'lgan, biroq u boshqa qarashning to'g'riroq ekanligiga ishonch bildirdi." Men esa "Keling, bu masalada Tabariyning fikriga murojaat qilaylik, chunki u islom dunyosining eng yirik tarixchisi va muhaddisi bo'lib, uning fikridan boshqa hech bir qarash ustun bo'lishi mumkin emas" dedim. U bo'lsa: "Biz Tabariyga suyana olmaymiz. Biz arablar va forslarning buyuk tarixiy asarlarini olib kelamiz va sen bilan bu borada bahslashamiz" dedi. Men "Unday bo'lsa, men Tabariyning nuqtai nazaridan turib bahs qilaman" dedim. Shu bilan munozara tugadi va u sukut saqladi. Shu paytda unga shahar darvozasi ochilgani va qozilar unga va'da qilingan bo'ysunish shartlarini bajarish maqsadida itoatkorlik bilan tashqariga chiqqanini xabar qilishdi. Shu zahoti uni ko'tarib otga mindirishdi. Uning tizzasidagi muammo sababli o'zi o'tira olmasdi. U uzangini mahkam ushlab tik o'tirdi va uning atrofida musiqachilar shu darajada marsh chaldilarki, unga qo'shilib havo ham titrab ketdi. U Damashq tomon yo'l oldi va Manjaq maqbarasida Jobiya darvozasi yaqiniga tushdi. U o'sha yerda qabul marosimini o'tkazdi. Qozilar va shaharning nufuzli shaxslari unga yaqinlashdilar. Men ham ular orasida edim. So'ng u ularning ketishiga ishora qildi va noibi Shoh Malikka ularni lavozim va rasmiy maqomlarga tasdiqlashni buyurdi. Keyin esa menga o'tirishga ishora qildi va men uning ro'parasiga kelib joylashdim. U hukumat rasmiylarini, qurilish ishlariga mas'ul shaxslarni chaqirdi. Ular esa qurilish mutaxassislari va muhandislarni olib kelishdi. Ular qal'a chohida aylanib oqadigan suvni boshqa yo'nalishga burib, uning kirish joyini aniqlash mumkinmi yo'qmi
shu haqida muhokama qilishdi. Bu masala uning maslahat majlisida uzoq muhokama qilindi. So'ngra ular tarqaldilar. Undan ruxsat so'rab, ijobiy javob olgach, men ham shahar ichidagi uyimga qaytdim. Uyga kelib darhol yolg'iz qoldim va u mendan mag'rib haqida so'ragan tavsiflarni yozishga kirishdim. Bir necha kun ichida uni yozib tugatdim va unga taqdim qildim. U mendan yozuvlarni olib va o'z kotibiga uni mo'g'ul tiliga tarjima qilishini buyurdi. Shundan so'ng u qal'ani qamal qilishni yanada kuchaytirdi. Turli qo'rg'on buzuvchi qurollar, manjaniqlar, yonuvchi nafta otuvchi qurilmalar, arbaletlar va yerto'lalarni buzish uchun maxsus qurilmalar olib keltirildi. Bir necha kun ichida qamal uchun 60 ta manjaniq va shu kabi jihozlar o'rnatildi. Qamal qal'aga qamalib olganlar uchun juda og'ir kechdi. Qal'aning devorlari hamma tomondan vayron qilindi. Shu sababli uni himoya qilayotganlar, ular orasida Misr sultonining xizmatkorlari va u tashlab ketgan odamlar ham bor edi. Taslim bo'lish uchun muzokara boshladilar. Temur ularga omonlik berdi va ular uning huzuriga keltirilgandan so'ng qal'a butunlay buzilib, yer bilan yakson qilindi. Misr hukmdori tashlab ketgan barcha mol-mulk, otlar va chodirlarni egallab olgandan keyin shahar aholisidan ham katta miqdordagi boyliklarni musodara qildi. Keyin esa u o'z qo'shinlariga shahar aholisining uylarini talon-taroj qilishga ruxsat berdi. Natijada ular barcha jihozlari va mollaridan mahrum bo'ldi. Qimmat bo'lmagan jihozlar va idish-tovoqlar yoqib yuborildi. Yong'in yog'ochli uy devorlariga ham tarqaldi. Olov shu qadar kuchaydiki, u katta masjidgacha yetib bordi va uning tomiga o'tib, undagi qo'rg'oshinni eritdi va oqibatda shift va devorlar qulab tushdi. Bu butunlay razil va jirkanch harakat edi, biroq taqdirdagi narsa bo'ladi. Men avval aytib o'tganimdek, u bilan uchrashish uchun ilk bor devordan tushganimda, ularning odatlarini bilgan do'stlarimdan biri menga ularning hukmdorlari bilan uchrashganda, hatto qiymati kichik bo'lsa ham qandaydir hadya taqdim etishim lozimligini maslahat bergan edi. Bu ularning rasmiy urf-odatlaridan hisoblanardi. Shuning uchun men kitob bozoridan juda chiroyli Qur'on mushafini nusxasi, nafis ishlangan joynamoz, Busriyning payg'ambar alayhissalom madh qilib yozgan she'rlaridan iborat Qasida-i Burda asaridan bir nusxasini va Qohiraning mashhur shirinliklaridan 4 qutini tanlab oldim. Men ushbu hadyalarni olib, Temur Ablaq nomli saroyda o'z qabulxonasida o'tirganida uning huzuriga kirib bordim. U mening kelayotganimni ko'rib, o'z o'rnidan turib, o'ng tomonidan o'tirishga ishora qildi. Men ko'rsatilgan joyga borib joylashdim. Chig'atoy amirlaridan ba'zilari uning har ikki tomonida saf tortgan edi. Biroz o'tirib turganimdan so'ng uning qarshisiga kelib, xizmatkorlarim qo'lida turgan hadyalarni unga ko'rsatdim. Ularni yerga qo'ydim va u men tomon engashib qaradi. Shundan so'ng men Qur'on mushafini ochdim. U buni ko'riboq darhol o'rnidan turib peshonasiga tekkizdi. Keyin unga Qasida-i Burdani taqdim qildim. U mendan asar va uning muallifi haqida so'radi. Men esa unga o'z bilganlarimni aytdim. So'ng joynamozni berdim. Uni ham olib o'pdi. So'ngra uning oldiga shirinliklar qutisi qo'ydim va hurmat belgisi sifatida ulardan bir bo'lagini olib yeb ko'rsatdim. U esa shirinliklarni majlisda hozir bo'lganlar orasida tarqatdi. U hadyalarning barchasini qabul qildi va uning bundan mamnunligi sezilib turar edi. Men o'zim va bu yerdagi ba'zi safdoshlarim haqida fikrimni qanday ifoda qilish mumkinligini chuqur o'ylab, Alloh sizga yordam bersin. Men sizga aytmoqchi bo'lgan bir gapim bor dedim. Gapir dedi. Men bu yurtda 2 karra g'aribman. Birinchidan men Mag'ribdan,
O'z vatanim va tug'ilgan joyimdan uzoqdaman. Ikkinchidan esa Qohiradan ajraganman. Chunki mening ahlim o'sha yerda. Men sizning panohingizdaman va sizdan o'z g'aribligimda taskin topishim uchun biror maslahat berishingizni umid qilaman dedim. U, gapir, sen nima xohlasang bajaraman dedi. Men shunday dedim. G'aribligim menga nima xohlashimni ham unuttirib qo'ydi. Balki siz Alloh sizga yordam bersin, men nima istashim to'g'ri bo'lishini bilasiz. U shunday javob berdi. Shahardan o'rdagohga ko'chib o't va men bilan birga tur. Alloh xohlasa sening eng ulug' maqsadingni amalga oshiraman. Men unga bu haqda noibingiz Shoh Malikka buyurishingizni iltimos qilaman dedim. U Shoh Malikka bu buyruqni bajarish uchun ishora qildi. Men unga minnatdorchilik bildirib, haqqiga duo qildim va yana bir iltimosim borligini aytdim. Nima u deb so'radi. Men shunday javob berdim. Bu Qur'on ustozlari, kotiblar, idora xodimlari va amaldorlar, Misr sultoni tomonidan bu yerda qoldirilgan kishilar sizning hukmronligingiz ostida qoldilar. Hukmdor ularni e'tibordan chetda qoldirmaydi albatta. Sizning hokimiyatingiz katta, viloyatlaringiz juda keng va turli xizmat sohalarida ma'murlarga bo'lgan ehtiyojingiz boshqa har kimnikidan ham ko'ra ko'proqdir. U mendan ular uchun nima istaysan deb so'radi. Ular o'z holatlaridan qat'iy nazar unga tayana oladigan va unga amal qilinadigan yozma omonlik kafolatini deb javob berdim. U o'z kotibiga ular uchun shunday buyruq yozib ber deb buyurdi. Men unga minnatdorchilik bildirib, haqqiga duo qildim va kotib bilan birga chiqib, omonlik maktubi yozilib, unga Shoh Malik sulton muhrini bosguncha kutib turdim. Keyin o'z manzilim sari yo'l oldim. Temurning ketish vaqti yaqinlashib, Damashqni tark etishga qaror qilgandan so'ng, bir kuni uning huzuriga yana kirdim. Odatiy salomlashuvdan so'ng u menga qarab, bu yerda sening birorta hachiring bormi deb so'rab qoldi. Ha dedim. U yaxshi hachirmi deb so'radi. Ha dedim. Uni sotasanmi? Men uni sendan sotib olmoqchiman deb qoldi. Alloh sizga yordam bersin. Men kabi odam siz kabi shaxsga sotmaydi, balki men uni sizga ehtirom ila taqdim qilaman. Agar shunga o'xshash yana boshqa bo'lganda ham ularni ham bergan bo'lardim dedim. Men faqat uning evazini katta miqdorda qoplab berishni nazarda tutgandim dedi. Men shunday javob berdim. Siz menga allaqachon ulkan yaxshilikni qilgansiz. Bundan ortiq himmat bo'lishi mumkinmi? Siz menga shon shuhrat ato qildingiz. Majlislaringizda o'zingizga yaqin kishilar qatoridan menga joy ajratdingiz va menga mehr muruvvat ko'rsatdingiz. Umid qilamanki, Alloh sizga bunga munosib mukofot beradi. U jim qoldi. Men ham sukut saqladim. Hajir olib kelindi va men uni boshqa ko'rmadim. Bir kuni yana uning huzuriga kirdim va u mendan sen Qohiraga safar qilmoqchimisan deb so'radi. Alloh sizga yordam bersin. Aslida sizga xizmat qilish mening yagona istagimdir. Chunki siz menga panoh va himoya berdingiz. Agar sizga xizmat qilishim uchun Qohiraga safar qilishim kerak bo'lsa, albatta shunday. Aks holda mening unga hech qanday havasim yo'q dedim. U shunday dedi. Yo'q, lekin sen o'z oilang va xalqing huzuriga qaytasan. So'ng u Shaqqatga chorva va hayvonlarini bahorga o'tloqqa olib ketayotgan o'g'liga yuzlandi va u bilan suhbatga berilib ketdi. Bizning oramizda tarjimonlik qilgan olim Abduljabbor menga qarab, sulton seni o'g'liga tavsiya qilmoqda dedi. Men esa unga duo qildim. Shundan so'ng uning o'g'li bilan safar qilish aniq bir maqsadga ega emasligi haqida o'yladim va men uchun eng yaqin dengiz porti bo'lgan Safatga yo'l olish maqsadga muvofiqroq bo'ladi deb qaror qildim. Bu haqda unga aytganimda u rozi bo'ldi va meni Safatning hojibi ibn Duvaydariydan kelgan elchi nazoratiga topshirdi. Shu bilan men Temur bilan xayrlashib yo'lga chiqdim. Yo'l davomida elchi bilan yo'nalish haqida kelishmovchilik yuzaga keldi. Shuning uchun men undan ajralishga qaror qildim va o'z safdoshlarim bilan safarimni davom ettirdim. Biroq yo'limizni bir qabila a'zolaridan iborat guruh to'sib, bizdan barcha mol-mulkimizni tortib oldilar.
Biz deyarli yalang'och holda yaqin atrofdagi bir qishloqqa qochib bordik va 2-3 kundan keyin Subaybaga yetib oldik. U yerda yangi kiyimlar topib, Safad sari yo'lda davom etdik. U yerda bir necha kun to'xtadik. Shundan so'ng Anadolu va Bolqon hukmdori Ibn Usmon, ya'ni Boyazid kemalaridan biri bizning oldimizdan o'tdi. Unda Misr sultoni tomonidan u bilan uchrashish uchun yuborilgan elchi bo'lib, u javob maktubi bilan Misrga qaytib kelayotgan edi. Men ular bilan birga kemaga chiqib, G'azzaga yo'l oldim. U yerda kemadan tushdim va keyin Qohiraga safarni davom ettirdim. Men o'sha yilning Sha'bon oyida, ya'ni 803-yil, milodiy 1401-yil martda Qohiraga yetib keldim. Misr sultoni o'z elchisini Amir Temurning sulh taklifini qabul qilish uchun uning huzuriga yuborgan edi. Bu elchi mendan keyin Temurning huzuriga yo'l olgan bo'lib, u o'z vazifasini bajargandan so'ng Qohiraga qaytdi va u mendan keyin bu yerga yetib keldi. U menga bir do'stini yuborib, Temur sendan sotib olgan xachirning pulini senga berib yubordi. Mana ular. Temur bizga bu qarzini eltib berishni qat'iy buyurdi dedi. Men unga toki sizlarning uning huzuriga yuborgan sulton bu haqda ruxsat bermaguncha men buni qabul qilmayman dedim. Men darhol hukumat boshlig'i huzuriga borib, uni bu masala haqida xabardor qildim. U menga seni nima tashvishga solmoqda deb so'radi. Men uchun bu pulni sizga xabar bermasdan qabul qilish munosib emas deb javob qildim. Ammo u bu gapni e'tiborga olmadi va bir muddat o'tgach ular menga o'sha pulni yuborishdi. Vositachi bu summa to'liq emasligi uchun kechirim so'rab, uni aynan shunday holatda olganini ta'kidladi. Men o'sha paytda Mag'rib hukmdoriga maktub yozdim. Unda men bilan Temur o'rtasida sodir bo'lgan barcha voqealar va Damashqdagi uchrashuvimiz qanday kechgani haqida ma'lumot berdim. Maktubning bir qismida shunday yozilgan edi. Temur eng buyuk va qudratli hukmdorlardan biridir. Ba'zilar uni ilm sohibidek ko'rishadi, boshqalar esa uni ahli bayt a'zolari, sayyidlarga bo'lgan mehri tufayli shiya deb hisoblaydilar. Yana ba'zilar uni sehr va jodu ishlatishda ayblaydilar. Lekin bularning hammasi faqat mishmishlardan iboratdir. Aslida u o'ta ziyrak va aqlli, bilgan va bilmagan narsalar haqida munozara va bahs qilishga muhabbati bor. U 70 yoshga yaqin. Uning o'ng tizzasi yoshligida o'q tegishi natijasida shikastlangan. Buni o'zi menga aytib berdi. Shu sababli u qisqa masofaga yurganda oyog'ini sudrab yuradi, ammo uzoq masofaga chiqqanda odamlar uni ko'tarib olib yurishadi. U Allohning inoyatiga sazovor bo'lgan shaxsdir. Ikkinchi qism tugadi.